Bitta spalnining o'ziga 10 ming dollardan ziyod pul ketyapti. Mana bu Panjobdagi obyektimiz. Bu joyda bitta spalni xonani o'zini remontini olganmiz. Bu spalni xonamiz boshlagan vaqtimizda mana bu yerlar taxta pol edi, tagi 1 metr chuqur edi. Oddiy отопление bor edi. Buni biz hammasini cho'pli pol qildik, plus radiator qo'ydik. Ichkaridan yana mana bu yerdan alohida devorlarni ko'tarib, sanuzel spalnining ichida sanuzel yana bitta yaratdik. Sanuzelda ham men sizlarga ko'rsataman. Mana bu sanuzelimizda kafellarni hammasini mana bunday qilib 45 ga charxlab, idealni qilib qo'yganmiz. Har bitta o'g'ilga ahamiyat berib va bu yerda har bitta mana bu smesitel, mana buni o'zi, smesitelda o'zi 250 dollar. 250 dollar. Mana bu smesitel, mana bu smesitelda biz mana bunaqa skritni qo'yganmiz. Bu yerda leykasi bo'ladi, u tarafda yana katta leykasi turadi. Buni o'zi 300 dollar. 300 dollar. Vannaha 200 dollarga keldi. Kafellarini ham mana bunaqa qilib, tagidan paryashi qilib, protsvetkalik qilib, hammasi idealni chotki bo'lyapti. Mana bu joyda yana zo'r narsani qo'yib ketganmiz. Mana bu joydan biz datchik qo'yamiz. Datchik qo'yamiz. Mana bu yerda veshilka turadi. Buni tagi qiziydi, mana bu devorimiz qiziydi. Devorni o'ziga cho'pli pol qo'yganmiz, turetskiy qilib. Mana bu, mana qo'lda yasatdik. Rakvinalarda ham hozir qo'yilgandan keyin yana ko'rsatamiz. Qo'lda yasatdik. Har bittasini o'sha kafilidan mos qilib, biriga bir qilib rakvinasini ham yasatib qo'ydik. Bitgandan keyingi holatini biz video qilib qo'yamiz va render bilan taqqoslab ko'ramiz. O'xshagan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. O'xshamagan bo'lsa ham yana bir marta yozing.